Assalomu alaykum, hurmatli hamyurtlar. Bugungi brifingimizda Xalq deputatlari Hazaras tuman kengashining 2026-yil 1,5 yilligi davomida amalga oshirilgan faoliyati, erishilgan natijalar hamda kelgusidagi ustuvor vazifalar haqida ma'lumot beramiz. Xalq deputatlari Hazaras tuman kengashi tomonidan hududlarni kompleks rivojlantirish, aholi muammolarini o'rganish va ularni bartaraf etish, qonunlar ijrosi ustidan deputatlik nazoratini kuchaytirish, davlat organlari faoliyati ustidan jamoatchilik nazoratini ta'minlash hamda saylovchilar bilan ochiq muloqotni yo'lga qo'yish borasida tizimli va manzilli ishlar amalga oshirildi. Kengash faoliyatida asosiy e'tibor aholi murojaatlariga tezkor munosabat bildirish, hududlarda mavjud muammolarni joyiga chiqqan holda o'rganish, mas'ul tashkilotlar bilan hamkorlikda ularning yechimini ta'minlash hamda deputatlik nazoratini samaradorligini oshirishga qaratildi. Xalq deputatlari Hazaras tuman kengashi tomonidan yil boshidan 8 sessiya o'tkazilgan bo'lib, ushbu sessiyalarning barchasi ommaviy axborot vositalarida, 7 tasi onlayn tarzda yoritilgan. Sessiyalarda 83 ta masala ko'rib chiqilgan va qarorlar qabul qilingan. Shundan 20 tasi hisobotlarni eshitish bo'yicha tuman hokimi, hokim o'rinbosarlarining ichki ishlar bo'limi, moliya bo'limi, soliq bo'limi, tibbiyot birlashmasi, yoshlar ishlar agentligi tuman bo'limi va boshqa tashkilotlar rahbarlarining hisobotlari. 20 tasi axborotlarni eshitish bo'yicha tuman adliya bo'limi, xalq qabulxonasi, tuman prokuraturasi va boshqalarning axborotlari. 60 tasi muhokama qilish bo'yicha, 4 tasi nazorat tahlil qilish masalalari bo'yicha har bir masala sessiyaga kiritilishidan oldin doimiy komissiyalar yig'ilishlarida muhokama qilinib kelinmoqda. Hisobot davrida kengash sessiyalarida tumanning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish, byudjet mablag'larini maqsadli sarflanishi, ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish, yoshlar siyosati, bandlik, sog'liqni saqlash, ta'lim, ichki ishlar, kommunal infratuzilma hamda boshqa dolzarb yo'nalishlar yuzasidan mas'ul rahbarlarning hisobotlari eshitildi. Bildirilgan taklif va tavsiyalar asosida tegishli qarorlar qabul qilinib, ularning ijrosi doimiy komissiyalar tomonidan nazoratga olingan. Doimiy komissiyalar o'z faoliyatini O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi, mahalliy davlat hokimiyati to'g'risidagi, xalq deputatlari viloyat, tuman, shahar kengashi deputatlik maqomi to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonunlari asosida, shuningdek, xalq deputatlari tuman kengashi reglament va doimiy komissiya to'g'risidagi nizomga muvofiq amalga oshirib kelinmoqda. Mahalliy byudjet, tadbirkorlikni rivojlantirish va iqtisodiy islohotlar masalalari bo'yicha doimiy komissiyasi mahalliy byudjet loyihasi, unga o'zgartirish va qo'shimcha kiritish haqidagi takliflarini, shuningdek, mahalliy byudjet ijrosini to'g'risidagi hisobotlarni dastlabki tarzda ko'rib chiqib, mazkur masala yuzasidan sessiya ma'ruzalarini takliflarini bilan chiqqan. Doimiy komissiya tomonidan yil boshidan 40 marotaba yig'ilish o'tkazilgan va tegishli tashkilotlar tomonidan taqdim qilingan 40 ta masala muhokama qilinib, tegishli masalalar sessiyaga kiritilgan. Korrupsiyaga qarshi kurashish va xavfsizlik masalasi bo'yicha doimiy komissiyasi tomonidan hokimlik bo'limlari, korxonalar, muassasalar, tashkilotlar, shuningdek xalq qabulxonasi, prokuratura, majburiy ijro byurosi, ichki ishlar, adliya organ rahbarlarining komissiya vakolatlariga taalluqli masalalar bo'yicha dastlabki tarzda 14 ta yig'ilishlar o'tkazilgan. Komissiya yig'ilishlarida yuqorida keltirilgan tashkilot rahbarlarining hisobotlari, axborotlari eshitish bo'yicha 14 ta masala ko'rib chiqilib, ular bo'yicha yakuniy xulosa tayyorlangan hamda mazkur masalalar tegishligicha sessiya muhokamasiga kiritilgan. Yoshlar siyosati, madaniyat va sport masalalari bo'yicha doimiy komissiyasi xalq deputatlari Hazaras tuman kengashi huzuridagi yoshlar parlamenti vakillari maktab faoliyati muvofiqlashtirilgan. O'z vakolatiga taalluqli masalalar bo'yicha hokimlik bo'limlari va boshqa korxona, muassasa, tashkilot rahbarlari hisobotlari, axborotlari eshitilgan, tavsiya berilgan va ularning ijrosi nazoratga olingan. O'z vakolatiga taalluqli masalalarni ko'rib chiqib, ular bo'yicha qarorlar qabul qilgan va tavsiyalar bergan va zarur hollarda xalq deputatlari Hazaras tuman kengashi qarorlar loyihalarini sessiyalarda ko'rib chiqish uchun kiritilgan. Jumladan, doimiy komissiya tomonidan 9 marotaba yig'ilish o'tkazilgan va bu yig'ilishlar 9 ta masala muhokama qilinib, tegishli masalalar sessiya kun tartibiga kiritilgan.
agrar suv xo'jaligi va ekologiya masalalari bo'yicha doimiy komissiya tomonidan yashil makon umummilliy loyihasi amalga oshirish yuzasidan nazoratga olib borilgan. Qurilish, kommunal sohalari, sanoat va transport masalalari va ushbu komissiyada muhokama qilinib kelinmoqda. Qishloq xo'jaligi hamda dehqon fermer xo'jaligi samarali rivojlantirish uchun zarur sharoitlar yaratish bo'yicha takliflar kiritgan. Hududdagi suv resurslaridan foydalanish va ularni muhofaza qilishning asosiy yo'nalishlarini belgilashda, shuningdek suv resurslaridan foydalanishni tartibga solish va ularni muhofaza qilish sohasida qonuniylik hamda huquq targ'ibot ta'minlash borasida ishtirok etib kelmoqda. Hokimlik bo'limlari, korxona muassasa tashkilot rahbarlari komissiya vakolatlari taalluqli masalalar bo'yicha hisobot axborotlari eshitilgan, tavsiyalar berilgan va bu bo'yicha 20 ta yig'ilish, jami 20 ta masala muhokama qilinib, tegishli masalalar sessiya kun tartibiga kiritilgan. Reglament va deputatlik odobi masalalari bo'yicha doimiy komissiyasi tomonidan 3 ta yig'ilish o'tkazilib, 3 ta masala ko'rib chiqilgan. Xalq deputatlari Hazorasp tuman kengashi tomonidan uchrashuvlar, qabullar o'tkazilgan. Aholi muammolarini hal qilish yuzasidan xalq deputatlari viloyat, tuman, shahar kengashlarining deputat maqomi to'g'risidagi qonunning 5-8 moddalariga muvofiq idora tashkilot rahbarlariga deputat so'rovlari yuborilgan. Deputatlar tomonidan jami 76 ta so'rov yuborilgan 2026-yilning o'tgan davri mobaynida. Deputatlik so'rovlariga o'z vaqtida javob berilib kelinmoqda. Muddat kechiktirib berish, umuman javob bermaslik holatlari yuz bermagan. Bitta deputatlik so'rovi sessiya muhokamasiga kiritilgan. Shuningdek, deputatlar tomonidan mahallalarni elektr energiyasi, ichimlik suvi, yo'l infratuzilmasi, ko'chani yoritish tizimi, obodonlashtirish, ekologiya, aholi bandligi va ijtimoiy himoya masalalari yuzasidan o'rganishlar o'tkazilib, mas'ul tashkilotlarga deputat so'rovlarini tavsiya asosida qator muammolarni yechim topishiga erishildi. Deputatlar tomonidan har oy o'z hududlarida aholi bilan uchrashuv va qabullar tashkillashtirilgan. Har chorak kuni bo'yicha aholi oldida axborot berish grafiki ishlab chiqilgan va grafik asosida hisobot berilib, axborot berilib kelinmoqda. Uchrashuvlar aniqlangan muammolar va takliflarni ijobiy hal qilish maqsadida chora-tadbirlar ishlab chiqilgan. Deputatlar faoliyati ommaviy axborot vositalarida keng yoritilib kelinmoqda. Ijtimoiy tarmoqlar, internet saytlari, mahalliy va respublika televideniyasi, radio va bosma nashrlar jami 524 ta chiqishlar qilingan. Hisobot davridagi asosiy ko'rsatkichlar 84 ta fuqarolar qabuli o'tkazilgan, 76 ta deputatlik so'rovi yuborilgan idora tashkilotlariga, 71 marotaba hududlarga chiqilib, joylarda o'rganishlar amalga oshirilgan, 51 marotaba jamoatchilik nazorat tadbirlar tashkil etilgan, 31 ta qonun va boshqa normativ huquq hujjatlar ijrosi o'rganilgan, 29 ta ijtimoiy soha obyektlari faoliyatlari tahlil qilindi, 81 ta mahallada saylovchilar bilan uchrashuvlar va ochiq muloqotlar o'tkazildi, 11 ta dolzarb hududiy muammolarni aniqlash va ularni bartaraf qilish yuzasidan aniq chora-tadbirlar belgilandi. Mazkur raqamlar deputatlar saylovchilar bilan muntazam muloqot olib borayotgani, fuqarolarni qiynayotgan masalalarga bevosita joyiga chiqib o'rganayotgani hamda ularni yechimiga amaliy ko'mak berib kelayotgani yaqqol ko'rsatib turmoqda. 2026-yil 2-yarim-yilligida xalq deputatlari Hazorasp tuman kengashida quyidagi ustuvor yo'nalishlarga alohida e'tibor qaratilishi rejalashtirilgan. Fuqarolar murojaatlari bilan ishlash va samaradorlikni yanada oshirish, deputatlik va jamoatchilik nazoratini kuchaytirish, hududlarda aniqlangan muammolarni tizimli hal etish, qonunlar va kengash qarorlari ijrosi ustidan ta'sirchan va nazoratni ta'minlash, mahallalarda ochiq muloqotlar, sayyor qabullar sonini ko'paytirish, ijtimoiy soha, infratuzilma, ekologiya yo'nalishlari muammolarini hal etishda mas'ul tashkilotlar bilan hamkorlikni mustahkamlash, kengash faoliyatini ochiqlik va shaffoflikni ta'minlash hamda aholini amalga oshirilayotgan ishlar haqida muntazam xabardor qilib borish. Xalq deputatlari Hazorasp tuman kengashi bundan keyin ham xalq manfaatlarini ustuvor deb bilgan holda deputatlik nazoratini kuchaytirish, fuqarolar murojaatlariga o'z vaqtida yechim topish, hududlarni kompleks rivojlantirish hamda aholi farovonligini oshirish yo'lida faoliyatini izchil davom qildiradi.